Assalomu alaykum Ozoda opa. Avvalambor sizni 10 kunlik ajoyib konsert muvaffaqiyati bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Makon telekanali tomoshabinlar eng qiziqtirgan savollardan biri. Bunday ko'rinish, chiroyli obrazlarni yaratishda sizga kim yordamlashdi? Birinchidan bu obrazlarni yaratishda mani stilistlarim bor, Kamoliddin Nizomov bor, Iroda Agzamxo'ja, yana nima deydi? Ozoda Nursaidova. Albatta, haqiqatdan ham ko'rinishingiz juda ham ajoyib. Hamkorlarimiz bor, birgalikda kelishib qilganmiz. Aynan ushbu konsertingizda boshqa konsertlaringizdan farqi nimada? Bu safar bizni boshqacharoq bo'lishga harakat qildik. Obrazda bo'yicha skromno, komfortno, elegantno, no dorogo. Bilamizki, konsert katta kuch, katta mehnat talab qiladi. Konsert tashkillashtirish jarayonida eng qiyin bo'lgan jarayon nima bo'ldi? Menimcha repertuar qilish bo'lsa kerak. Eng qiyin qo'shiq ketma-ketligi, qo'shiq tanlash, chunki bilmaysiz qanaqa muxlis keladi. Har doim har xil muxlis keladi. Xohlaysiz sifatli narsa bergisiz keladi, lekin muxlis zerikib qolmasin deysiz. Zerikib qolmasa, sho'x narsa bersak, mani urinimga, mani anaqamga to'g'ri kelmaydi deysiz. Xullas, mana shu eng qiyin jarayon. Konsertdan so'ng sizdan yana qanday yangiliklar kutib qolamiz? O'zi ikkita klipimni olishim kerak edi. Nastart edi. Menda ozgina endi shunaqa bir kutilmagan narsalar bo'ldi, ololmadim. Konsertga ulanib ketdi. Endi konsertdan keyin inshaalloh Alloh kuch bersa, Xudo xolisa, yana ikkita klipim tayyor turibdi. Biz sizni kutib qolamiz ular bilan. Makon telekanali sizni hamisha hurmat qiladi, hamisha yaxshi ko'radi, qo'llab-quvvatlaydi. Sizga ham omad. Rahmat. Yana ham energiyangizga energiya qo'shilaversin. Rahmat, assalom, sog' bo'ling. Rahmat katta. Listening, my God.